Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun biz yana navbatdagi MDF eshik derazalarni bitkizib oldik. Bu ishlarimiz MDF 08 qalinidan jigarrang korishnovisdan 2 dona eshik, 2 dona deraza bitkizib oldik. Bu ishlarimiz razmerlari 90 ga 225. Bu derazamiz razmerlari 1.30 ga 1.60. Bu ishlarimiz 08 qalin MDFdan bitkizilgan, oynalari oq solindi. Eshiklarimiz razmerlari 90 ga 225. Bu mana oyna yo'q holatda, yopiq holatda bitkizildi. Shu fasonda tanladi egalari. Xudo xolasa ishlarimiz juda ham chiroyli holatda bitkizildi. Navbatdagi mana ishlarimiz bular 90 ga 210. Bu 3 dona high-tech fasondagi eshigimiz. Bu mokriy fasonda high-tech, mokriy rangda high-tech fasonda. Zamovlari ham yaxshi zamovlar, magnitli, yaxshi turli zamovlardan qo'ydik. Xudo xolasa hamma yo'g'i xizmatlari uzoq xizmat qiladigan zamovlardan. Bu ishlarimizni kvadratlarini, eshiklarda kvadratini 700 ming so'mdan, derazalarda kvadratini 600 ming so'mdan bitkizib tayyorlab berdik. Ustanobga, dastavka hamma yo'g'i ichida. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. MDF, yog'och, akfa, akfaplast, eshik-romni barcha turdagi xizmatlarga bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.